Asiya davlat o'rnining xabariga qaraganda, Bengaldagi bir turkum islom o'limalari Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonda Uyg'ur musulmonlariga qilingan ziyonkashlikni to'xtatishni talab qilgan. Uyg'ur musulmonlarga qartilgan bostirishni, kishilik huquqni og'ir dafsanda qilish deb tasvirlagan olimlar 14-iyul Koks bozorida o'tkazilgan namoyish va munozara yig'inida Sharq Turkistondagi musulmonlarning ziyonkashlikka uchraganligiga qattiq norozilik bildirgan. Ular so'zlarida yana Xitoy hukumatining u yerda nachar qilmishlarni sodir qilish bilan birga kishilik huquq qo'g'dovchilari, muxbirlar va BDT amaldorlarining Sharq Turkistonga kirishni rad qilganligini ayblagan. Amerika Maliya ministri Janet Yellen Xitoy ziyarati haqida to'xtalib, Xitoy Amerikaning tamojna bejini o'stirishni keltirib chiqargan adolatsiz savdo qilmishlari haqidagi andishini bartaraf qilolmadi hamda Amerikadan Xitoyga bo'lgan mablag' solishni kontrol qilish fursatiga erishdi dedi. 3 haftadan ko'proq vaqtdan buyon ommaviy so'rinni ko'rinmagan Xitoy tashqi ishlar ministri Qin Gangning izlariga qiziq masala bo'lib qoldi. Qin Gangning Xitoyning Washingtondagi sobiq bosh elchisi bo'lish sifati bilan Amerika amaldorlarining bir qator yuqori darajalik ziyoratida muhim rol o'ynaydiganligi mo'ljallangan edi. Lekin uning eng oxirgi qatim kamerada ko'rinishi 25-iyun Beijingda Sri Lanka amaldorlari bilan ko'rishishi bo'lib, Amerika amaldorlari bilan bo'lgan uchrashishlarga qatnashmadi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an va Saudiya Arabiston valiahdi Shahzoda Muhammad bin Salman boshchiligidagi vakillar o'rniga o'tirisidagi uchrashishdan keyin ikki davlat o'rtasida 5 kelishim imzolandi. Kelishim doirasida Saudiya Arabistonning Turkiyaning Baykar shirkati ishlab chiqargan odamsiz urush aeroplanlarini sotib olganligi e'lon qilindi. Yerim o'tkazgich sanoati jamiyati Amerika hukumatining Xitoyga qo'yilgan o'zak sotish cheklamasini texnik kuchaytirishdan saqlanishga chaqirdi.